Assalomu alaykum, hurmatli yoshlar. Meni ismim Muzaffar Jalolov. Hozirda Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetida raqamli transformatsiya bo'yicha prorektor lavozimida ishlab kelmoqdaman. Ungacha salkam 7 yil vaqt davomida Toshkentdagi Inha universitetida rektor bo'lib ishlaganman. O'zim faoliyatim demak ancha yil oldin o'sha 2008-2010 yillarda Koreya Respublikasida o'qishimni tugatib, grant asosida IT ga o'qib kelganman. Va shundan keyin mana AKT vazirligida ishladim, umuman sohada turli lavozimlarda ishlab, asosan Koreya, O'zbekiston loyihalariga, IT loyihalariga mas'ul edim. Endi meni asosiy faoliyatim shu Inha universitetida boshlangan. 2018-yili prezidentimiz tomonidan eng yosh rektor sifatida 32 yosh edim o'sha paytda qo'yilganman va hatto 19-yili shu eng yosh progressiv rahbarlar ro'yxatida joy olganman. Umuman olganda mana shu Inhada faoliyatim doirasida demak turli loyihalarni ishtirok etganman, loyihalarni boshlaganmiz. Ayniqsa inkubatsiya markazini, startap va inkubatsiya markazini tashkil qilganimizda biz ko'rdikki, yoshlar orasida, ayniqsa qizlar orasida juda ham ko'p loyihalarni moliyalashtirish, ularni qo'llab-quvvatlash imkoniyati mavjud ekan va bu albatta birinchi navbatda Antipark bilan hamkorlikda biz yo'lga qo'ygandik va shu kungacha juda ko'p iqtidorli yoshlar va qizlarni loyihalarini qo'lladik va mana hozirda misol keltirishim mumkin, International Coding Academy, INCODA nomi bilan hozir уже sekin-sekin rivojlanayotgan bu katta startap. Uni o'zimni talabam Rahima Nugmanova asos solgan va hozirda onlayn ta'lim bo'yicha, ayniqsa maktab bolalariga juda ham zo'r imkoniyat bu va ikkinchi katta loyihani mana shu diplomatiyaga o'tganimdan keyin birinchi navbatda raqamli transformatsiya markazini tashkil qildik. Unda talabalarga turli raqamli tizimlar, IT tizimlarni yaratishdan boshladik va ikkinchi ochgan markazimiz bu o'sha onlayn ta'lim va startap markazi bo'ldi. Uni menejeri, u ham o'zimni Inhani bitiruvchisi Bibixonim Abtimuratova, u o'zi Nukusdan va hozirda o'zini Between startap loyihasi bilan yaqindagina mana Pizza Pitch Woman konkursida birinchi o'rinni qo'lga kiritdilar va hozirda Amerika Qo'shma Shtatlarini Stanford universiteti bilan hamkorlikda StartX akseleratori va Startup Hub, Silk Road Innovation Hub bilan hamkorlikda demak startap akseleratsiya dasturida ishtirok etyaptilar. Ko'rishimiz mumkinki, hozirgi kunda ayniqsa yoshlarga va ayniqsa shu qizlarga bo'lgan imkoniyatlar va davlat tomonidan, ayniqsa prezidentimiz tomonidan bo'layotgan bu katta yordam juda ham keng eshiklarni ochib bermoqda. Va albatta o'zini ustida ishlasa, o'zlarining loyihalarini boshqarsa va ayniqsa yaxshi o'qisa va juda ham mana shu raqamli avlod kabi loyihalarda faol qatnashsa, u ko'ryapmizki, yoshlar, ayniqsa qizlar juda ham yuqori marralarga erishmoqda. Umuman olganda, albatta ish va o'qish bu juda ham muhim, lekin albatta odam o'zini shaxsiy hayoti, bunda men o'zim mana ikkita farzandim bor, ikkita o'g'lim bor. Bular bilan men uchun vaqt o'tkazish, ayniqsa shu yakshanba kunlari birgalikda turli kempingga chiqish yoki bo'lmasam velomarafonlarda qatnashish, yugurishlarda qatnashish, o'zim rol model sifatida farzandlarimga ham targ'ibot qilaman va ayniqsa shu life work balance deydi, ya'ni bunda hayot va ish balansini ushlash bu juda ham muhim ahamiyatga ega va albatta ko'rishimiz mumkinki, ayniqsa hozir mana men turli loyihalarda ishtirok etib kelmoqdaman. Bundan oldin Cambridge universiteti hamda AQShning HP kompaniyasi bilan hamkorlikda tashkil qilingan maxsus executive dasturida o'qidim. 9 oy davomida o'qish bo'ldi. Bunda onlayn va offlayn formatida 2 marta Londonda, o'sha Cambridgeda o'zimizning loyihalarni himoya qildik. Ya'ni kelajak ta'limi haqida loyiha bo'ldi. Juda ham qiziq va har doim o'zim ustimda ishlashga harakat qilaman. Bunda Cambridgeda men bitta narsani o'rgandimki, hatto butun dunyodan ishtirokchilar u yerda qatnashgan bo'lsa, aksariyati bu ko'proq shu ayollar edi. Ayollar ham ayniqsa ta'limda roli juda ham muhim. Prezidentimiz aytadilar, agar bitta
o'g'il bolani o'qitsa bu bitta insonni o'qitgandek bo'ladi, lekin qizlarni o'qitsa bu demak butun bir boshli millatni o'qitgandek bo'ladi. Ya'ni bunda o'qish juda ham muhim va hattoki qanaqadir mana yuqori lavozimda ishlasa ham bu o'qishni davom ettirish kerak. Biz mana yaqinda bitta loyiha boshladik. Bu Jahon banki tomonidan moliyalashtirilib, IT Park raqamli texnologiya vazirligi tomonidan amalga oshirilayotgan loyiha. Bu maxsus raqamli inklyuziv O'zbekiston loyihasi hisoblanadi. Ushbu loyihada men konsultant sifatida qatnashib kelyapman. Bu loyihaning maqsadi O'zbekistonda demak barcha hududlarida har oy demak o'sha hududga chiqib maxsus treninglarni, ya'ni soft skills bo'yicha treninglarni amalga oshirish bo'yicha loyiha. Men o'zim bu treninglarni o'tib kelmoqdaman va bu treningda asosan demak kommunikatsiya, jamoada ishlash, liderlik, raqamli ko'nikmalar, sun'iy intellekt ko'nikmalarini shakllantirish bo'yicha maxsus loyiha hisoblanadi. Va bunda yoshlarni ko'ryapmizki, qaysi hududga bormaylik, barcha hududda juda ham iqtidorli yoshlar ko'p. Albatta bularga ozgina imkoniyat kerak, ozgina yordam, bir qanaqadir motivatsiya kerak va o'ylashimcha bu kabi loyihalar yoshlarning orasida, ayniqsa qizlarning orasida bular bir katta yordam beradi degan biz natijalarni ham ko'ryapmiz va katta umidimiz ham bor. Endi bu loyiha bo'ladimi Jahon bankini yo undan oldingi loyihalarda mana shu viloyatga chiqqanda ko'ramizki, aksariyat shu qanaqadir eskicha stereotip, ya'ni qizlar faqatgina demak uyda o'tirish kerak, bolalar faqat demak tashqarida ishlash kerak degan stereotip hali ham ba'zi joylarda mavjud, lekin ko'rishimiz mumkinki, ushbu stereotip ham hozir o'zgarmoqda. Ya'ni ko'rishimiz mumkin, juda ham ayniqsa IT orqali ham demak qizlar ham bemalol uyda o'tirib yoki bo'lmasam o'qishda turib, o'zini o'sha hududidan demak tumanidan turib jahon universitetlarida o'qib, xalqaro bilim olish imkoniyatlari, o'zlarining loyihalarini ham xalqaro darajada olib chiqish imkoniyatlari mavjud bo'lmoqda. Va bu albatta juda ham zo'r. Men eslayman, o'zimizda paytda o'sha 2003-2007-yillari hali o'sha Toshkent axborot texnologiya universitetida o'qib yurgan paytlarimizda talaba bo'lib, hattoki o'sha O'zbekcha degan joy bo'lardi. O'sha yerda hot-dog, gamburger sotgan paytlarim ham bo'lgan. Bizning paytda bunaqa imkoniyatlar bo'lmagan. Hatto mana oddiy internetga bo'lgan dostupdan boshlab, hatto o'sha mobil telefonlar ham u paytda yaxshi rivojlanmagandi, juda qimmat turardi. Lekin hozirgi kunda ko'rishimiz mumkinki, ma'lumot ko'p, ayniqsa ko'rib ko'ryapmizki, imkoniyatlar ham ko'paygan. Va hozir sizlarga eng kerak bo'lgan narsa bu albatta chuqur bilim va soft skills. Soft skillsda agar sizlarda biliminglar bo'lib, jamoada ishlashni bilmasanglar, loyihalarni qanaqa qilib mana elevator pitch deydi, o'zini taqdimot qilish, buni storytelling orqali qanaqa qiziqarli qilib taqdimot qilishlarni ham o'rganishinglar juda ham muhim. Va ushbu loyiha orqali men esimda bor, shu Inxada paytimda endi bir boshlanayotgandi, pandemiyadan keyingi periodga tushganda, unda ham mana sekin-sekin Toshkent va O'zbekiston bo'ylab o'tkazilgandi va ko'rishimiz mumkinki, shundan juda ham katta qiziqish boshlangandi va o'ylaymanki, ushbu loyihaning ham maqsadi bu albatta yoshlarni, ayniqsa qizlarga shu IT ko'nikmalarini, soft skillslarini, jamoada ishlashlar kabi ko'nikmalarini to'g'ri shakllantirish. Va albatta eng muhimi yana jihati bu mentorlik. Mentorlik orqali mana ko'rishimiz mumkin, eskicha biz aytamiz ustoz shogird deb, ya'ni bu tamoyil orqali ham hozirda yoshlar mana Inxadan va hozir mana diplomatiyada ham juda ham ko'p shogirdlarim bor. Ular nafaqat bu O'zbekistonda, balki turli boshqa davlatlarda ham turli katta kompaniyalarda faoliyat yuritib kelishmoqda. Misolga aytishim mumkin, mana o'zim yaqinda Amerika Qo'shma Shtatlarida bo'lganimda, demak o'sha Silikon vodiysiga, Silikon Valleyga borganimda, o'zimizning Inxani bitiruvchisi Darxonbek bilan ko'rishdim. U o'sha yerda Uber kompaniyasida ishlaydi, hozir TikTok kompaniyasida faoliyat yuritib kelmoqda. Ko'rishimiz mumkin, u ham shu juda ham bir oddiy oiladan chiqqan, Toshkentdan emas, hatto shu uzoqroq hududdan va shu ko'tarilib Inxada mana o'qidi, turli loyihalarda faol qatnashardi, esimda bor. Shu faolligi orqali mana shunaqa katta kompaniyada ishlab yuribdi hozir. Akseleratsiya markazini ochganimizda
o'ylagandiki, endi diplomatiyada qanaqa startap bo'lishi mumkin. Har holda bu profili boshqa universitet, lekin yoshlar orasida ko'rishimiz mumkinki, hozir kun kelib 4 ta jamoa shakllandi, turli loyihalar qatnashmoqchi. Har xil sohada, ekologiya sohasi bor, demak ta'limda bor va bular hozir boshqa universitetda talabalari bilan birlashib, ayniqsa shu texnik demoqchi edim, IT universitetlar bilan, ayniqsa mana Inha, Amitidan talabalar bilan birlashib jamoat tashkil qilishgan va ko'rishimiz mumkin, bular juda ham ko'p startap akseleratsiya dasturlarida qatnashib kelishyapti. Bitta misol keltirishim mumkin, bu mana aytib o'tdim, Bibixonimni Between loyihasi. Buni jamoasi hozir demak mana shu diplomatiyadan qizlar bor, u yerda Inhadan yaxshi bolalar, katta jamoa shakllangan va hozirda mana Stanfordda katta akseleratsiya dasturida ishtirok etyaptilar va kelib keyingi oy Niderlandiyani demak Amsterdam shahrida bo'lib o'tadigan UNDP tomonidan moliyalashtiriladigan maxsus dasturni ham bular ishtirok etish qo'lga kiritishdi. Ko'rishimiz mumkinki, mana kichkina loyiha qanaqa kattalashib ketdi. Ular oddiy shu O'zbekiston bozorini qarashgan, demak muammoni ko'rishgan, ya'ni muammo bu yerda demak ish beruvchilar va bu yerda ish izlayotgan yoshlarning o'rtasida bog'laydigan bir platforma to'g'risida gap ketyapti. Undan tashqari yaxshi bir AI Sunrise loyihasi to'g'risida men to'xtab o'tmoqchi edim. Bu loyihani ham Inhada periodda boshlagandik. Bu Germaniyada bo'lganimda Münster universiteti bilan biz shunda kelishgandi. Münster universiteti Inha universiteti bilan hamkorlikda va demak Skolkovo bilan birgalikda va bu yerdan Stanford hamkorlikda demak maxsus jamoa shakllantirgandi. Bu jamoada demak hozir ular birinchi o'ringa chiqishdi, demak scaling deydi, shu masshtabирование qilish bo'yicha. Mana yaqinda Domino Ventures degan katta venture kompaniyasi bor. Shu kompaniyadan 1 millionga yaqin, 1 million dollar atrofida ular katta investitsiya jalb qilishdi ushbu loyihasiga. Bu loyiha ham oddiy shu sun'iy intellekt asosida tashkil qilingan maxsus platforma. U yerda o'sha talabalarni beradigan imkoniyatlar. Biz hozir shuni diplomatiyada joriy qildik. Ya'ni bunda Karyera Yuvet.uz degan loyihani biz ishga tushirdik. Shunda talabalar demak bu yerda bazasi shakllantirilgan va bu yerda ish beruvchilar va ularni eng muhimi talabalarning kompetensiyasiga qarab ularni portfoliyosini shakllantirish. Yana bir loyiha to'g'risida men aytib ketmoqchi edim. Esimda bor, 3 yil oldin demak Muhammad Said va Yasmina degan talabalarimiz o'zlarining tahrirchi loyihasini endi boshlashayotgandi. Shunda prezidentimiz bilan uchrashuv bo'lib qoladi. Shunda prezidentimiz bilan uchrashuv bo'lish kerak edi. Shunda shu qizimizni olib chiqdi. Shu taklif berdi. Shu loyihasi haqida gapirdi va prezidentimiz so'radilar, "Xo'p, yana nima qilib berishimiz kerak? Mana shu siz kabi yosh qizlarni yana qo'llash maqsadida" degani shu bizga faqat shu proyektimizni qo'llab-quvvatlashsa va bizga kabi yoshlarga ko'proq imkoniyat bo'lsa degandilar. Shundan keyin prezidentimiz yangi dasturni yo'lga qo'ydilar. Bu President Tech Award katta startap loyihasi, uni byudjeti 1 million dollar tashkil etadi. Bunda hozir Amerikani Plug and Play kompaniyasi bilan hamkorlikda tashkil qilingan ushbu konkurs. Bunda ko'rishimiz mumkinki, mana ayniqsa qizlarni u yerda qanaqa faol qatnashishi, yiliga demak bu albatta sektorlarga qarab bo'linadi. Bu 1 million dollar, 100 ming dollargacha byudjet belgilangan loyihaga. Demak jamoaga 100 ming dollar, yoki bo'lmasam 50 ming, 30 ming dollargacha beriladi va hozir kun kelib mana tahrirchini ko'rishimiz mumkin, qanaqa katta demak bir katta kompaniyaga aylandi va raqamli avlod qizlar loyihasi ham ushbu kabi loyihalar bo'lsa, albatta startaplarda juda ham katta qo'llaydigan bir plashatka, bir makon sifatida demak bir xizmat qilmoqda. Undan tashqari biz juda ko'p loyihalarda qatnashganmiz. Talabalarni hozir imkoniyatlari juda ham ko'p.
ya'ni mana Prezident Award bo'ladimi yo'q, qizlar mana raqamli avlod qizlar loyihasi yoki bo'lmasa aytayotganimdek Pitch Woman bo'ladimi, Tumaris bor, Tech Award bor. Tumarisga juda ham zo'r o'tdi. Raqamli texnologiya vazirligi tomonidan amalga oshiriladi. Women Gap bor yana loyihasi. Juda ham ko'p hozir qizlarda imkoniyatlar. Mana hozir hattoki mana ko'ryapmizki, universitetga kirsa, ayniqsa magistraturga kirsa, grant asosida bemalol 100% o'qish imkoniyati bor. Ya'ni bu kontraktda ham davlat tomonidan to'lab beriladi. Albatta bu hozirgi kunda bu уже to'xtatib bo'lmas jarayon bu. Va barchamizni shu ayniqsa rahbariyatlar, umuman olganda mentorlar bu kabi tendensiyada ham ishtirok etayotgandan biz juda ham xursandmiz, chunki albatta qizlarni agar qo'llashsa o'sha boya aytganimdek butun bir boshli illatni qo'llagandek bo'ladi. O'ylashimcha bu mana shu raqamli avlod qizlar loyihasi ham ertaga sizlarni ish topishda bo'ladimi va karyeralarni yanada rivojlantirishda, karyera qurishda katta bir bosqich sifatida xizmat qiladi. Albatta har qanday muvaffaqiyatni tagida mehnat turibdi. Bu katta iroda, to'xtab qolmaslik. Mana ko'rishimiz mumkinki, hattoki mana Amazon bo'ladimi, Facebook bo'ladimi, hammasi juda ham bir kichkina bir jamoadan, kichkina bir bosqichdan boshlangan. Va shu ham bo'lsa, shu universitetdagi bularni tarixini qaraydigan bo'lsa, shu kursdoshlar boshqa universitetdan birlashib, bitta xonada, garajda hattoki shu kichkina loyihadan demak kengaytirishdan, uni rivojlantirishdan boshlashgan. Shuning uchun albatta turli to'siqlar bo'ladi, turli qarshiliklar, har xil qarshiliklar bo'lishi mumkin. Albatta buni yengib o'tish bu faqatgina sizlarni eng muhimi tilagan bo'lardim, sizlarga to'xtab qolmaslik. O'zlaringiz ustingizda har doim ishlashinglar kerak. Har doim o'zlaringiz ustingizda tinmasdan o'qib, tinmasdan demak loyihani yana o'xshamadimi boshqa yo'lini. G'oya zo'r bo'lsa, agar bunga eng asosiysi o'zingizlar bunga agar ishonch hosil qilgan bo'lsanglar va shunga shunaqa bir xil o'ylaydigan insonlarni atrofingizda yig'ib, uni albatta davom ettirsanglar, mana shu men sanab o'tgan makonlarda, planshetkalarda bemalol loyihalarni shakllantirsanglar bo'ladi va hammaga omad tilab qolaman.